bormadim. Birdaniga endi bormayman. O'qishni tashladim deb qoldi. Sababini aytmadi. Xonasiga kirib olgan. Menga bir og'iz ham gap aytmadi. Murod ham xuddi shunaqa edi. Sen turmushga chiqqaningdan keyin 2 oygacha xonasidan chiqmagan edi. Ilohim, bosib kelgan qadaminglar qutlug' bo'lsin. Xush kelibsizlar. Rahmat. Siz yaxshimisiz? Xonadon ahllari yaxshimi? Qiynalmadilarmi? Aziz xo'jayiningiz, qisposhamiz ham yaxshimilar? Rahmat. Charchab qolmabdilarmi? Xush kelibsizlar. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Yaxshi kelib oldinglarmi qiynalmasdan? Xo'jayinlarimiz gaplashgan ekan. Shunday. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz qizim? Va alaykum assalom. Rahmat qizim. Rahmat qizim. Ko'p yashang. Rahmat. Ay, oydekkina qiz ekan. Rahmat, barakalloh. Choyni menga olib berib qo'ying. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Qani, olinglar. Qani, olyapmiz. O'zingiz ham oling. Mana, hammasini kelishdik. Endi to'ydan oldin yoshlar bir uchrashib olishsin. To'g'ri aytasiz, aylanay, yoshlar uchrashib olgani yaxshi, bir-birini yaqindan taniydi. Biroz suhbatlashib olishsa yomon bo'lmaydi. Nima dedingiz? To'g'ri. Oydin, qachon uchrashuvga chiqasan? Ular so'rashyapti.
Uchrashishim shart emas. Bitishgan bo'lsangiz bo'ldi. To'y kunini belgilayveringlar. Bu nima deganing qizim? Sen ularni o'g'illarini tanimaysan-ku. Oldin ko'rishib olmaysanmi? Menga baribir. Oydin, senga baribir bo'lsa, ularni o'g'illariga baribir emasdir. Bo'ldi. Ertaga bo'lmasa uchrashuvga chiqasan. O'shandan so'ng to'y kunini aniq qilamiz. Xo'pmi? Keling, kelavering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana u yerda joy bor. Hop. O'tavering. O'tirib tursangiz hozir qarab olishadi. Onzoda mijoz keldi. Assalomu alaykum. Nima buyurasiz? Salomlar bo'lsin, yaxshi qiz. Siz Ha, men. Nima? Mendan qutulaman deb o'ylaganmiding? Ha? Ey, to'xta. Men hali gapimni tugatganimcha yo'q. Buyurtma berganim ham yo'q hali. haligi sizga boshqasi xizmat qiladi. Yo'q. To'xta. Menga aynan sen xizmat qilasan. Qo'yvor, qo'limni. Boshimni og'ritgan mana shu qo'llaring bilan bugun menga xizmat qilasan. Keyin sen bilan gaplashib olamiz. Qo'yvor, qo'limni. Dedim senga. O'rgapsan. Qo'lini qo'yib yubor. Qo'yib yubor. Oldin sen qo'yib yubor. Qiz bolaga qo'pollik qilish yaxshi emas. Sen kimsan o'zi? Ha? Kim bu? Ha. Haligi shahardan orttirib olgan jazmaningmi? Menga qara, o'sar. Tohir aka, qo'ying. Qo'ying, shu bilan teng bo'lmang. Yuring. Marhamat. Bu yigit kim? Nimaga bunaqa qo'pollik qilyapti? Bitta yaramas. U avval ham shunday qo'pollik qilgandi. Boshiga patnis bilan solgandim. Ana o'shandan keyin menga kun bermay qo'ygan. Ishdan haydattirib, qayerga borsam orqamdan taqib qilib keladi. Mana bu yerlarga uni deb qochib kelgan edi. Baribir topib kelibdi-da. Hali u sabab bu yerlarga kelib qolganmisiz? Ha, unda unga rahmat aytishimiz kerak ekan. Rahmat. Ha? Nega? Bu nima deganingiz? Ha, undan qochib kelmaganingizda sizni uchratmasdik. Bizga kerakli ovoz sohibini topa olmasdik. Nima? Bu bilan qo'shig'ing o'tdi deyapsizmi? Ha. Siz bizni taklifimizni qabul qilishingiz mumkin. Sizga yotoqdan joy ajratildi. Siz bilan endi shug'ullanadigan bo'lishdi. Voy, Nega jim bo'lib qoldingiz? nima deyishga ham hayronman. Men aslida bu yerlarga boshqa bir masalada kelgandim. Dadamga hech qachon qo'shiq aytmayman, raqsga tushmayman deb va'da bergandim. Birdaniga hammasi o'zgarib ketdi. Hali qo'shig'ingizni eshitib ko'rgach, dadangiz ham xursand bo'ladilar. Dadam
olamdan o'tganlar. Unda ruhlari shod bo'ladi. Xo'sh, nima deysiz? Taklifimizni qabul qilasizmi? Shifoxonaga yotqizish kerak. Yana kasali xur chiqib qopti. Bularni olib ketamiz hozir. Tushunarli. Xo'p, biz ketdik. Mayli, rahmat. Men o'zim yetib boraman. Alo, Salomatlik tilayman, o'rtoq. G'oziyev. Eshitaman. Men kasalxonaga ketyapman. Tinchlikmi? Tinchlik, o'zingda nima gap? Mashina kimga tegishli ekanligini aniqladik, o'rtoq boshliq. Egasini aytishicha, mashinani yashirib minib chiqdilar. Hozir olib kelishga boryapmiz. Bo'pti. Menga xabar qil tur. Xo'p bo'ladi. Men doktorlar bilan gaplashib o'taman. Bizga xizmat yo'qmi, o'rtoq boshliq? Hozircha yo'q, bo'lsa aytaman. Sizmi? Sizmi? Nima, meni avval ham ko'rganmisiz?
Lekin men sizni ha, senmisan. Ana u yigit kim edi? Buni nima ahamiyati bor? Mayli. Men shu paytgacha bo'lgan hayotingizni so'ramayman. Lekin endi biror nimani sezsam, o'zingdan ko'r. Menga atalgan narsalar faqat meniki bo'lishini xohlayman. Tushundingmi? Men hali sizniki bo'lganimcha yo'q. Paxan bo'lasan dedimmi, demak bo'lasan. Shu paytgacha paxanni gapi hali yerda qolmagan. Shunday ekan, esingni yig'ib yur. Yana o'sha yigit bilan ko'rsam. Avval uni, keyin seni bir yo'qlik qilaman. Eshitib oldingmi? Hamma bilan shunaqa gaplashasizmi? Nima? Yoqmayapmanmi? Ha? Agar yoqmayotgan bo'lsa-chi, bor, otangga ayt. Qizimni bermayman desin. Lekin otang unday deya olmaydi. Sababini bilasanmi? Ha, bilmasang bu yoqqa kelmasding. E'tiboring uchun. Men ham bu yerga majburan kelganman. Shunaqa ekan, endi ko'nikasan. Talabim shu. Eshitdingmi? Hozir? Tayyormisizlar? Men birinchi boshlayman. To'xta. To'xta. Nima cho'chibga chiqib tur. Qo'ch oyoqingni bos Qo'sh. bo'laman. Otaveraymi? Meni galimni bosma. Bitta-bittadan teshik otma. Ana Sulaymon nabirasimi? Shunga o'xshab turibdi, lekin tavba, otasini o'zi bo'pti-ya. Devonalik ham nasib surar ekanda. Ha, nimasini aytasan? Oldin unaqa emas edi-yu. Yaqindan boshlab shunday bo'lib qoldi-da. Murod ham esli hushli bola edi. Shu yoshida devona bo'lib qolgan edi. Endi Sulaymonga og'ir bo'ldi, og'a. Umri devonalar bilan o'tdi bechora. Hech bir bandasini sinamasin ekanda, Alloh. Ey, qoch! Ha, otabering. Tegmadim. Seni boshingni qovushtirib qo'ymasak, shunaqa takasaltang bo'lib yuraverasan. Shunday qilib biz shu qarorga keldik. Sen Oydinga uylanasan. Yoqadimi senga? U juda oddiy qiz-ku. Hali ulg'aymagan. Ulg'ayganiga uylantirgandik. Seni tashlab ketdi. Kamiga bizni ham sharmanda qildi. Biz badavlatroq odam bilan quda bo'lib, xato qildik. U kelinlikni bo'yniga olmadi. Seni o'zingga ham qanaqangi tuhmatlar qilmadi, o'g'lim. Mana endi hammasi yaxshi bo'ladi. Oydin men istayotgan kelin. U ro'zg'orim deydiganlardan. Uyi, joyi, oilasi uchun kurashadiganlardan. Xalqi bo'psilar? Mendan nega so'rayapsizlar? Bu nima deganing, o'g'lim? Bir nima desangchi, dadasi. Hal qilib bo'ldik. Lekin yashaydigan sensan. Senga shartim shu. Eski odatlaringni tashlaysan. Men bu haqida boshqa eshitmay, tushundingmi? Sen uylanasan. Risoladagi erga aylanasan. Meni yonimga kirasan. Agar yo'q desang, seni hamma narsadan mahrum qilaman.
o'zingni kuningni o'zing ko'radigan qilib qo'yaman. Qo'lingdan hech narsa kelmasligini hisobga olsak, shartimga ko'nishdan boshqa ilojing yo'q. Ol ovqatdan. Ol. Keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim ekan, bildingizmi? Nimaga unaqa qilishibdi? Og'aynisini mashinasini minib qochgan ekan. Tez haydayman deb urib ketibdi. Xo'sh, dadasi necha yil berishar ekan? Endi qonunan berishadi. Voy xudoyim-ey. Bu jazo dadamni sog'aytirib bera olmaydi. Xotin, u bolani dadamni urib ketganiga ishonmadim. U men emas deb tergovchiga iltijo qildi. Yigit menimcha rost gapirdi. Tergovchi hamma dalillar uni aybini isbotlab turibdi dedi. Lekin men ishonmadim. Ey dadasi, o'zi unaqalar shunaqa bo'ladi. Odamni rahmini keltirsak, da'vodan voz kechadi deb o'ylashadi. Menga u chin dildan yig'layotgandek tuyuldi. Bo'ldi dadasi, endi hadeb siqilavermang. Va endi aybi bo'lmasa qamashmasdi-ku. Keyin sizga bir narsani aytishim kerak. Gulsum qo'ng'iroq qilgandi. Shu to'yni tezroq qilsak yaxshi bo'lardi. Ancha mazam yo'q, deyaptilar. Shunga nima deysiz? Mayli. Men ham ukalarim bilan gaplashib ko'ray. Keyin maslahatlashamiz. Xo'p bo'ladi. Yaxshi.
Alo. Xonzoda yaxshimisan? Labi yaxshiman, oyi. Ishlaring joyidami? Voy, oyi, bilasizmi, yomon bo'ldi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Mashrabni qizi haligi Oydinchi Ha, erga tegayotgan ekan. yo'q. Otasi boshqaga beradigan bo'pti. Mashrabchi. Mashrab nima dedi? Voy. Barno xolani aytishiga qaraganda shundan keyin o'qishga ham bormayotganmish. U hammasini tashlab ketibdi. Hatto menga ham aytmasdan ketdi. Bu yerda ham xonasidan chiqmayapti. O'zi qalay, Mashrab yaxshimi? Bilmadim. Sulaymon og'a bilan ham gaplashmayapti. Oyi, undan boxabar bo'lib turing. Hozir u juda ham tushkun ahvolda. Unga kelib otasini urib ketgan odamni qizini yaxshi ko'rgani alam qilyapti. Buning uchun o'zini kechira olmayapti. Endi taqdirda. Voy, oyi, men ham shuni aytaman-da. Mashrab u qizni yer ko'kka ishonmasdi. Eshitgandan beri bechora ukam birdaniga cho'kib qoldi. Oyi, jon oyijon, Sulaymon otani ko'ndiring. Hali ham kech emasdir. Xo'p, gaplashib ko'raman. Qizlar, bo'linglar, stollarni yotqizib beringlar. Xo'p, oyi. Buni yaxshilab tekshirib, sababini aniqlash kerakmidi? Mashrabdi. Nima, yana darslarga kelmayaptimi? Kelmayapti darslarga. Gaplashmadinglarmi? Yo'q, gaplashib olganimcha yo'q hali. Qo'ng'iroq qo'ymadinglarmi? Raqamiga bir necha marotaba qilib tusha olmadim. Assalomu alaykum. Hozircha shu. Ha, domla, keling o'tiring. Ha. Nimagadir qo'l qo'yishim kerak ekan. Qo'l qo'yishingiz kerak. Domla, mana bu oylik soatlar. Mana o'zingizni familiyangizni topib mana shu yerga imzo qo'yib bering, tasdiqlatib qo'yaman. Xo'p. Siz bu masala bo'yicha xat yuboring, xo'pmi? Kelib akadem ta'til olib ketsin. Xo'p bo'ladi. Kursdoshlari uni endi umuman o'qimasa kerak deyishyapti. Tushunmadim. Yaxshi yigit edi. Juda qobiliyati bor edi. Nima jin urdi? Domla, siz ham uni maqtardingiz-ku iqtidorli deb. Mabodo xabaringiz yo'qmi? Kimni aytyapsiz? Sulaymonov Mashrab darsga kelmay qo'yibdi. Men akadem ta'til olsin deyapman. Mashrabmi? Ha. Nima, u hali ham darsga kelmayaptimi? Uyiga ketibdi. Kursdoshlarini aytishicha, qizi erga tegayotgan ekan. Nabijon. Shu yigit borasida ozgina sabr qiling. Men bir surishtiray. Buyruq qilishga shoshilmang. Bola juvormak bo'lib ketmasin. Domla, buni Nabijon, rektor bilan o'zim gaplashaman. Endi qobiliyatli insonlarni shunaqa fe'li ham bo'ladi-da. Avval yaxshilab gaplashib olaylik. Mana. Ha, rahmat. Menga ruxsat. Xo'p, domla, rahmat, charchamang. Nima, u bola qarindoshimi? Bilmadim. Mayli, gaplashib olishguncha kutamiz bo'lmasam. Xo'pmi, buyruqni chetga olib qo'yib turing. Tushunarli bo'ladi. Bo'ldi, hozircha o'sha ishlaringizni qilib turavering. Menga ruxsatmi? Gaplashamiz. Xo'p. Mayli, xo'p. Oyna. Narsalarim qayerda qizim? Dadamga berishdi. Uyda. Qo'g'irchog'ingni olib kelgandim. Onang aytgandi. Qo'g'irchog'imni? Ha. Ta'tilga borganda olgan qo'g'irchog'ingni. Ha. Oldim. Uyda turibdi.
Xudoni qudratini qarang. Unda men kechroq qaytarman. Xo'p. O'g'li Muratni urib ketganda hammaga jinni deb yozdirib olgandi. Mana, o'zini ham mashina urib ketibdi. Ey xomus temgan banda. Har bir qilmishi uchun Xudo jazo tayyorlab qo'yganini bilmaydi-da. Assalomu alaykum Sulaymon. Alaykum assalom. Ichki qolibdilar. Qanaqa odam edilar, ha? Nimasini aytasiz? Farzand dog'i tog'ni yemiradi deyshadi. Hali ham zurriyot qoldi. Shu bilan ovunib yuribdi. Menga qarang, bu nabirasi sal g'alatimi deyman, ha? Uni qabristonda otasi bilan gaplashib o'tirganini ko'rishibdi. O'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, menga ham shunaqa deyishdi-da. Ha, menga ham g'alati tuyuldi do'konga kelganimda. Xayoli joyida emas edi. Otasidan o'tganmikin, ha? Nasl suradi deyshadi-ku. Balkim. Mana, dadang ham o'zlariga keldilar. Xudoga shukr. Professor endi xavf ortda qoldi deyapti. Senga rahmat. Hammasi sen tufayli bo'ldi. Bu gaplarni qo'y. Ha, o'zing aytding. Dadam ko'zim ochiqligida egasiga topshir dedilar deb. Agar otang shuni istayotgan bo'lsalar, tezlashtirish kerak. Ha, dadam shunday dedilar. Bilasanmi? Menda bir taklif bor. Taklif? Dadang ham tez kunda oyoqqa turadilar. Shunga kecha xotin bilan gaplashgandim. Dadangni shu yerdaligidan foydalanib, to'yni o'tkazib yuborsak deyapti. Nima deysan? Mayli-ku, yaxshi taklif. Qachonga deyapsan? Sen otangni kasalxonadan chiqish kunlarini aniqla. Uyingga olib kel, bir haftacha tursinlar. O'sha kunlari to'yni ham qilib yuboramiz. Meni tayyorgarligim yo'q. Senga tayyorgarlik nimaga kerak? Hammasini o'zim ko'taraman. Shunday qiz tarbiyalab qo'yding. Shuni o'zi katta tayyorgarlik. Qolganini menga qo'yib ber.
öldürəsəm Tuğlar kim bunca məni köydürəsəm Hər zaman da bir qara boymi əcələk öldürəsəm Bir əcəl